Farg'ona tumanining Log'on qishlog'i ta'lim va ma'rifat yo'nalishida o'ziga xos o'rni bilan ajralib turadi. Qishloq tarixidagi ilk maktab asoschisi, el-yurt ardoqlagan ustoz Abdunafi Islomovning bu boradagi xizmatlari alohida e'tiborga loyiq. U 1926-yilda Log'onda birinchi maktabni tashkil etgan va butun umrini yosh avlodni tarbiyalash, ularning bilim va ma'naviyatini yuksaltirishga sarflagan. Ustoz Islomovning ezgu merosi unutilmayapti. Log'on qishlog'idagi 47-umumta'lim maktabi jamoasi Abdunafi Islomov nomi bilan ataluvchi sinfxonasini tashkil qildilar. Ushbu tashabbus orqali ustozning zahmatli mehnatlari qadrlanmoqda. Yangi sinfxonasining ochilish tadbirida ustozning ta'lim sohasiga qo'shgan bebaho hissasi, u yetishtirgan shogirdlar va hayotdagi muvaffaqiyatlar haqida iliq fikrlar bildirildi. Mana dadam shunchalik izlanib, nomi ham yo'qolib ketayotgan vaqtda shunchalik tikilib, mana sinfda nomini maktabda dadam nomiga qo'yishganiga, dadamni shunday ulug'lashganlarga hammalariga katta rahmat. Shu narsani o'qib tushunmadim desa, falon kitobda falon betini qarang deb chiqib ketganda, oldin men bolaligimda butun dadam o'qitgan o'quvchilari bujurdi qizi, kaldi qizi desa, dadam kalmas, bujurmasdirdi. Keyin ishda o'qib yurganimda buvim shuni savol bersa, dadam falon kitob falon betini qarang deb chiqib ketdi. Voy dada, shoshmang. Meni kaldi qilish desam yig'labman. Siz bekorga kal bo'lmagan ekansiz, dadasam kulib chiqib ketgan. Tadbir yaqinlashib kelayotgan 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni oldidan o'tkazilgani bilan yanada ahamiyatli bo'ldi. Zero bugun yurtimizda ta'lim sohasiga, ayniqsa muallimlik kasbiga bo'lgan munosabat yuksak darajaga ko'tarilgan. Ustozlar mehnati qadrlanmoqda, ularning sha'ni, hurmati ulug'lanayapti. Mamlakatimizdagi olib borilayotgan islohotlarning eng katta bir e'tiborli tomoni bu ta'lim jarayoniga berilayotgan e'tibor. Nima uchun biz maktabgacha ta'lim tizimidan boshlab bugun islohotlarni amalga oshiryapmiz? Chunki birinchi qadam, birinchi bo'g'in albatta usqurma. Ya'ni biz jamiyat davlat tepasiga kelayotgan odamlarimizni, mutaxassislarimizni o'sha paytdan boshlab turib, uni ilmini, ta'limini rivojlantirdik. Farg'ona tumani Log'on qishlog'ida ham 5 maktabda mana birida turibmiz. 47-umumta'lim maktabida mamlakatimiz rahbari tomonidan e'tirof qilingan va davlat mukofoti berilgan o'qituvchilar, eng yaxshi boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari o'zini ma'lum bir hissalari bilan, mehnatlari bilan ko'zi ko'rinib kelyapti. Mana shu atrofdagi odamlarimizni, fuqarolarimizni farzandlari o'qiyapti. Shuning uchun bugungi tadbir mazmun mohiyatiga ko'ra yangi bir shakllanayotgan avlodni qadr topgan, uzoq yillar mehnat qilgan va asoschilar bo'lgan o'qituvchi muallimlarni tarixi, bosib o'tgan yo'li, ijodi, mana ayrim namunalarni bugun demak namoyish qilindi. Bu bejiz emas. Abdunafi Islomov nomidagi yangi sinfxonasi bu oddiygina ta'mirlangan xona emas, balki ilm va tarbiya tarixining jonli guvohi, hurmat va ehtirom ifodasidir. Marosim doirasida bayramona dastur namoyish etildi. Ustozlarni ulug'lovchi she'rlar, qo'shiqlar va sahna ko'rinishlari barchada chuqur taassurot qoldirdi. Maktabdagi tashabbus ezgu g'oyani targ'ib qiladi. Yoshlarni fidoyilikka, vatanparvarlikka undaydi.